Bu muhojirlar ki fe'lan chiqariladi hamsoya kishvarimizdan, ichiga opa singillarimiz bor, ohar hamshiralar bor, otalarimiz bor, oq saqqol bo'lib qolgan. Hatto ma'lulligimni dar nazar olmadi deydi. Bir do'st payom qo'yibdi. Otam, inog'am shularni bizlarni defort qilgan chiqarib qo'yib beribdi. Bor edigar qaytib shu o'tog'imga borib shu baksimni olayki, ikkita kola jo'ra kolamni olay dedim deydi. Hatto shunga vaqt bermadi deydi. Chiqarib qo'yib bergan. Ma'lul kishilar bu bularning ichiga. Mana bu narsaki mas'uliyatimiz bizlarda, ham hukumatimizning mas'uliyati. Bularga nima qilishlik kerakdi? Tavojuh qilishlik. Shu shujoat, g'ayrat, himmatiga har bir javonga bordi. Bavar qiling, shu narsa qo'ldan ketgandi. Bir oddiy sho'rtasini, bir oddiy pulisini agar shulardikini ko'rsa, misli tavuqday bo'lib xotirda kirar joyizni bilmaysiz. Xeyli insonga dard beradi. 100 ta o'shani pudarib sho'rtasiga bor. 100 tasini agar muqobili bir afg'onbachaki kalan to'xtabsizlar, agar muqobillaringga qo'yib bersam, bavar qilingki g'ayrat qilsa ollariga kelolsa. Ammo mutaassifona shu niyozmandlik, faqirlik, muhtojlik bizlarni xor qildiki, bizlarni behtarin ham qadga, ham qomatga, ham suratga va ham chiroylikka va ham nasli javon va g'ayratga namuna javonlarimiz bir oddiy ertadan to oqshomgacha heroin chars o'shani pudarni oldiga yopishib yotganini ko'rsa, xotirda qochar joyini bilmaydi. Duo qilinglar aziz otalarim, bizlarning farzandlarimiz buncha tavhini taqir bo'lmas. 45 yil muhojiratga ne o'y qolgan, ne do'sti ahbob qolgan, hatto hech kim tonimaydiki shular Eronga va Pokistonga va boshqa kishilarga muhojir edi, hozir kelibdi. Hatto bu nasl javon birtasini ham tonimaydi. Agar bittagina safhani bizlar ag'darib ko'rgidek bo'lsak, mardum Madina, mardum Ansorga bizlarning ko'zimiz tushsa. Subhanalloh. Bavar qiling, nasl zurriyasigacha ta'sir qilayotgan. Ka'ba sharifga bir rakat namozingizga 1 lak savob beriladi. Madina Munavvaraga boring, 1 rakat namozingizga 50 ming savob beriladi. Az nigohi afzaliyat va behtariyatga tabiiyki Makka bilandi. Vali millatiga qurboni bo'lsam, kullu dunyoni o'ziga Madina mardumini topa olmaysiz. Nima uchun? Nasl zurriyasini, hatto maydagina tifilchasini ham raglariga va qonlariga muhabbat qilmoq, do'stlik kasoyiki har kishvardan keladi, bor. Erta mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam Madina masjidlariga, haramlariga namozni o'qiysiz, Qubo sharifga ketasiz. Chandin borini ko'rinman